Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana biz bugun yana bir bemorimiz miyelit kasalligi bilan kasallangan edilar. Avvalgi YouTube kanalimizga avval ham ko'rsatib o'qigandik. Bu kishi haqida yana bir bor hozir ko'rsatib o'tamiz. Уже 2 oyda bo'lgan natijani ko'rsatib o'tamiz. Miyelit kasalligi o'zlaringizga ma'lumki, orqa miyani shamollanishi bilan bog'liq bo'lgan kasallik. U bo'lishi mumkin infeksion va noinfeksion yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bemorimizda qo'llarda, oyoqlarda harakat umuman yo'qolgan edi, ichkelishi, siyishi umuman yo'qolgan edi. Juda ham og'ir holatda bizga olib kelingan. Hamda biz 2 oy davomida 3-kurs lecheniyani o'tkazganmiz. Hamda rezultatlar juda ham a'lo darajada bo'ldi. Bemorimiz hozir ko'rsatib o'tamiz. Bemorimiz o'zidan ham intervyu olamiz. Bemorimiz hozirgi kunda to'liq oyoqqa turdilar, bemalol harakatlanyaptilar. Va hozir 3-kurs lecheniyani tugatish arafasida turibmiz. Albatta ko'rsatib o'tamiz. Faqat miyelit kasalligi emas, barcha nerv kasalliklarini, barcha turdagi nerv kasalliklarini, bosh miya, orqa miya hamda periferik nerv kasalliklarini ushbu klinikamizda davolaymiz. Davolash tartibimiz butun jahon standartlari hamda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan joriy etilgan standartlar bo'yicha amalga oshiriladi. Hech qanaqa giyohlarsiz, hech qanaqa boshqacha usullarsiz haqiqiy meditsinskiy yo'l bilan bizda bemorlarimiz davolanib boriladi. Turli xil Yevropadan kelgan apparatlarimiz bor, o'sha nervlarni tiklash uchun ishlatadigan va rezultatlarimiz juda ham ajoyib desak bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Malohat opamlar yonlariga keldik. Malohat opamlar 50 yoshdalar. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan bizga tashrif buyurganlar. 2 oy muqaddam bu kishida ahvollari juda yomon edilar. Bunaqa o'tira olmasdilar. Juda ham harakatlari chegaralanib qolgan edilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, orqa miya, bo'yin sohasi o'tkir miyelit kasalligi bilan murojaat qilganlar. Biz shu tashxisni qo'yib, shu tashxisga davo choralarini ko'rganmiz hamda rezultatlarni o'zlaringizga ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Mana oyoq qo'lim ishlamasdan kelgandim klinikaga. Mana Xudoga shukr 2 oydan beri shu yerda lechina qilib olyapman. Mana yurib ketdim. Xudoga shukr Sarvarbekka, Dilmiraga, Burxonjonlarga rahmat. Shunchalik oyoqqa turgizib yubordi. Avvalo Xudo, Allohim, mana shu holatga keldim. Mana yuryapman o'zim mustaqil. Rahmat sizlarga ham. Baraka topingizlar. Ko'rsatasiz. Albatta.